kleyni, bir halta kleyni 3 kvadrat'a koşup veremiz. Aksiya etip, kleye diyelik pul tölemiydi. 100 bin so'mlik termopanelimiz 86.500 so'mga tushadi. Birinchi sortimiz 140 ming so'm bo'ladi. Buni ikkinchi sortimiz 120 ming so'm bo'ladi. Uchinchi sortlarimiz 100 ming so'm bo'ladi. O'xshash jihatdan bir xil bo'ladi. Farqi to'lqa doshining sifatida bo'ladi. Buni ham 10 yil xizmat, bizda garantiyasi, buniki ham 10 yil, buniki ham hammasiniki 10 yil. Dastavkasi ishida hamma narsamiz polniy boyevoy. Doshin ham apparat qo'yadi, dozatorda o'zi o'lchami bor, hammasini qo'yib, bu podveslardan bizda stanokda uriladi. Buni urgandan keyin quyilib keladi-ku, quyilib kelayotganda balla lentada kelayotganda penoplast qo'yadi, buni press bosadi. Bir oynani komplekti barcha narsalar 200 ming, 250 ming, 300 ming, 350, 400, 450 va hokazo. Agar yo'q, bizlar professional darajada ishlaydigan, professional hamma o'zini ishini biladigan ustalar kerak bo'lsa, pожалуйста, endi bizning ustalar shunday bo'ladi. 90 ming so'mdan boshlanib 180 ming so'm odam. Chalak avval 90 ming so'm, 110 ming so'm, 130, 150, 160, 180 ming so'm. Bu kategoriyasına qarab, shu klientlarimiz deyman, ko'p odam bizlarga masalan topshirib, o'shanda o'tirib, minnatdorchilik bo'lib, chotki, hammasi довольный, Allohga shukr. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa sizlarga o'zgacha videolarni tayyorlab beramiz. Shunda sizlar biza Quandikan bilan 2023-yilda syomka qilganmiz. Yadingizda bo'lsa, Quandikan chaqqanmisiz? Rahmat hammaga assalomu alaykum. Sizlarga assalomu alaykum. Xush keldingizlar. Bugun shu yurtdoshlarimizni uylarini chiroyli qilamiz desa, bir fasad ishlari bo'yicha shu o'zingiz tushuntirib bersangiz, o'zingizda ishlab chiqarib turgan mahsulotlar necha kutibdi, necha so'mdan hamma shu tartiblarni o'zingiz yurtdoshlarimizga yetirib bersangiz. Bo'ldi, xudo xolasa inshaalloh. Bize avvalambor bilasan, ko'p yurtdoshlarimiz bizdan taniydi, termotraversin, termopanel mahsulotlarimiz asosida taniydi. Deylik, bizda termopanel mahsulotlarimizni 3 xil sorti bo'ladi. Birinchi sortimiz 140 ming so'm bo'ladi. Buni ikkinchi sortimiz 120 ming so'm bo'ladi. Uchinchi sortlarimiz 100 ming so'm bo'ladi. Bu mahsulotlarimizni yine 3 cm penoplastda, hammasi 1 cm doshda bo'ladi. Yine açık qo'yib mahsulotimiz 3 cm penoplast, 1 cm doshi bo'ladi. Bularning farqi nima deb so'ragan vaqtida, nechun minning hammasi penoplastda bir xil bo'ladi? Buni farqi ustuni doshinda bo'ladi. Deylik, buni doshi bu Qirg'iz travertin doshi bo'ladi. 140 ming so'mlik bergi. Keyin buni yana oqimiz bor bizda, belgi jemchik deb aytiladi. Bu birinchi sortda 140 ming so'm. Bu Eron doshi bu. Bergimiz 120 ming so'm. Bu ikinci sort bu. Keyin bergi üçüncü sortimiz bak yine 100 ming so'mligimiz. Deylik, bu şuna o'xshaydi. Şu üçüncü sorta o'xshaydi. O'xshash jihatdan bir xil bo'ladi. Farqi to'lqa doshining sifatida bo'ladi. Bu rengi doshimiz rengi uzoq rang. Bu doshda tabiiy rangi. Hech qanaqa bir krasitel, pigment, segment narsalar umuman ishlatilmaydi. Doshi o'zini haqiqiy. Buni ham 10 yil xizmat, bizda garantiyasi, buniki ham 10 yil, buniki ham hammasiniki 10 yil. Rangi o'zgarmasligini, tushib qolmasligini, lekin bizani agar maxsus o'zlarimizni kleydan olib ishlatsalar, kleyimizni bir kapı 40 ming so'm, lekin hozir yangi yil oldinda bir o'ylanishib o'zlarimiz maslahatlashdik, shu bir qarorga keldik. Yangi yil xalqimizga bir yangilik emas, bir ozgina bir aksiya beraylik, chunki Allohga ming qatla shukr, ishimiz yaxshi bo'ldi, yaxshi ishladik, xalqimizga ming rahmat. Bizlarga ishonib fasadlarni topshirdilar, uylarini oqlab berdik, ishonchlarini, hamma minnatdor. Deylik, bizda Allohga ming qatla shukr, kommentariyada bir dona negativ yo'q, chunki hamma o'zini yaxshiligini bildiradi. Kleyni, bir xalta kleyni 3 kvadratga qo'shib beramiz, aksiya etib, kleye deylik pul to'lamaydi. 100 ming so'mlik termopanelimiz 86.500 so'mga tushadi. Buni qo'shib berdik-ku, ana kleye to'lab o'tmagandan keyin 100 ming so'mimiz 86 ming, lekin bizlar 100 ming so'm to'lab o'tadi. Kleyni qo'shib berganimizdan keyin buni как будто 86.500 olingan bo'ladi. Tushunarli. Bundan shundan, bundan hammasi. Hammasini farqi yo'q. Dastavkasi ishida
besplatный. Arasına oradan zatirkesi, şofun oradan zatirkesi içine koşuladı. Sumanın içinde. Ava summanın içinde gidrofobizator, dastavka xullas hamma narsasi keladi. Kileylerim içinde mi? Keleyam içinde bo'ladi. Bir xalta keleyni turtmangu 3 kvadrata qo'shib beramiz. Agar suvoq qilingan joylar bo'lsa, bir xalta keley 3 kvadrata yetadi. Agar paxsa deval bo'ladigan bo'lsa, ularda конечно keleyni rasxodi ko'proq bo'ladi. Deylik bir xalta keley 1,5-2 kvadrat etadi. Qolgan keleyni summasini to'lab etib, ulam yetkazib beramiz. Bizda bilasan, ustalarimiz hamma narsamiz polniy boyevoy. Naves deydimi, demir tomonlama mı, alifon mu, tunika mı, tsokolu mu, başka barcha fasadning dekor elementlarini hamma narsasi keladi, şöyle keladi. İşörde bize hisob kitob etib beramiz. Polniy 100%, xolasa avtorskiy, xolasa dizaynni polniy chizib beramiz. Agar Urganch territoriyasida bo'lsa, deylik yürüp ben özüm şöyle hizmet gözetip beraman. Yakında özümüzün kanala eğer mesela abone olsa küzetseler, istoriya taşıp tutman, lekin bir üyüne çıkartırmız. Lekin üye ekerleken hazırca aytmayman. Lekin şuyne şokolad öy bolup çıkar. Vere polniy avtorskiy berip, даже ограждениясы başkası var mı, kolonnaları var mı, daştan işlengen travertin hemen mahsulatını özlerimiz polniy 100% elektrik kesinlikle özlerimiz taklap verdik. Ana yurttaşlar. Şimdi pökeklerden bir aytıp ötsek şimdi bana. Şimdi penoplastlara gelemiz. Penoplast deyen vaxtida bizden halkımız hemmesi pökek dep köp düşünedi. Şimdi hazır bilip barayatır adamlarımız şimdi. Deylik televizyonun arkasında düşedi on. Eğerimdir mesela penoplast bolganda penoplastı türü köp boladı da 100 pay. Mesela deylik bu penoplast bunu zışlıkta işledi. Bu penoplast bu teplanık emez. Bu fakat izolasiya. Şimdi plotnosi PS 12, 14 diyen penoplastı plotnosları fasada işletilmeydi. Bular tolka izolasiya dedi. İzolasiya diyen vaxtında fundamentni gömcek vaxtda koyadıdan toprak bilan beklep koyadım onu. Çünkü fundamentni izolasiya dedi. Fasada bergenge dekorlarımızda bulara 18 zışlıktaki hakiki birinci sort penoplast işletilir. Çünkü katı penoplast boladı. İyi elastikçi boladı. Spomençi pomiduk mu? Ava, spomençi pomiduk. Bu penoplastımız bize de Xarazmda prosta çıkaralım dedim. Bir yengilikle proba çıkardık. Bu kara penoplast. Farkı prosta renginden bunu. Ne için bunu ak toşki Ak toşkeler bu özel granullar içinde şimdi akları boladı. Ayrıma. Tipi moda ise. Ama bir ne alıp karamıza bakı. Bunun narxında fark etedi, narxında. Lekin ikisini issiqlik, soğuqlığa işlerse hiç kanaka farkı yok. Absolutni. Lekin bu prosta как sırıyor yengi boğanı için bunu производителler mesela özleri как brend asasında azgana kımmat narxışap tuttular bunu. Lekin bunu eğer yeşim mesela indiki yeşim eğer almasa bana narxını düşürüp verediler. Hatta ikisinin umma farkı yok. Şimdi prosta ben köp video çıkaramam işe fasat doğrusunda bir iki video çıkaracağım ama hem internette işkemme. Arkasına fasatlı pökek koyamalı dediler koyun ya sazda. Çünkü perdesi penoplast doğru mu? Ava. Şu penoplast hakkında malumat bırakın. Ne oturttuk? Yine karaptuk penoplast. Bu rastvor oturttuktu. Bize de diyelik lineyni dedi. Lineyni bize de siyahta mesela bunu koyup üstüne basmaydı. Daşanam aparat koyadı. Dozatörda özü ölçemi var. Hemmesini koyup даже bu dekoratorlar dedi podvesini ad dediğimizde bu podveslerden bize de stanok doğruladı. Bunu vurgandan keyin kuyulup keladi ku. Kuyulup kelayotganda balla lentada kelayotganda penoplast koyadi. Bunu pres basadı. Pres basıp atıkçasını özü çıkarıp taşlab polni yapışadı. Bunu keyin bir yerimizde shift bazaları var. Endi bu deylik azınca prosta sekretli narsalar bo'ladi bu. Bu narsalar podvesimizni basadi. Deylik bizning podvesimiz polni doshni ichine o'tib ketgan bo'ladi. Tushuning? Suyak endi prosta ozgina ichi qolib ketdi bu. Evet. Şuralar. Keyin dekor elementlarimizga kelsak, dekorlarimizni masalan bizda yine travertin doshni o'zidan ham bor. Kolonnalarımız daşın özünden, nalişikler yine daşın özünden, podokonniki, karnizmi, bu igruşka aylarda, oyuncak da bu baza kapitelleri, bunlar hem daştan yine. Penoplastı bize üstüne gördün mü işleşimiz? Üstü tep iz boladı bize de penoplastın. Bu penoplast mı? Yok, penoplast mı? Yok, penoplast. Yok, daş değil mi bu kaladı da özü? Su, puva, şu üzerine yok, sudan ham korkmaydı, yeşilden ham korkmaydı. Kuyashdan ham korkmaydı. Bunu üstüne saklap beradi ondansa deylik eğer penoplastın bize özünü açık halatta ultrafiyoleta yumuştan korkadı penoplast. Buna lekin köpçülük aytadı sıçan yedimiz. Sıçan penoplast yemeydi. Eğer sıçan bunu yese öledi. Sıçan özüne girip çıkıp durgan düşkini mesela deylik şörünü gemirip ötedi. Lekin bunu sıçan yemeydi. Bunu sıçan yedi onun nesnesi yok bir yerde. 3 santimetre penoplast yine halkımız soruyordu bazalt yok mu depten. Mesela adlı deylik bu penoplastımızın 3 santimetre bak o. Steklavata deydi bile bazalt mesela her xil tilde aytıla verdi bize deyindim.
3 cm penoplast 15 cm bazaltdan güçlü bo'ladi. Ben bazalt yomonlamayacak emasman, lekin fasad uchun eng yaxshi решение bu faqat penoplast, даже penoplex ham bo'lmaydi. Bu kısıp bunu diyeceğim. Ne böyle bu? Üstü derece plis bu. Hafif. Keyin ustini urilishlari. Bu mahsulotimiz bizda yana klientlarimizga tayyor holatda shuni usti dashurilgani boradi endi. Tayyor holatda bo'ladi. Bunu kvadrat içinde unuttuk bunları. Buni kvadratini emas, bular deylik bize her bir danasini отдельно buni puli buncha, buni puli buncha deb hisoblab o'tirmaymiz, chunki hozir xalqimiz o'zi ham tushundi. Bir aynani komplekt dedimiz. Bir aynani komplekt deganda shu barcha shu aynani tanlagan modelini, giradon, igrushkalarini hammasi bilan bir aynamiz 200 ming so'mdan boshlanadi komplekti. Bu standart aynaga. Standart aynaga eni 1.30 ga, 1 maksimum 1.40 ga bo'ladi aynalari. Bir aynanın komplekti, barcha narsalari 200 ming, 250 ming, 300 ming, 350, 400, 450 ve hokazo. Yapıştırıp berish içinde bo'ladi. Yo'q, yapıştırıp berish alohida bo'ladi. Deylik, agar termoparan mahsulotimizni ustalarimiz bir kvadratini usta haqqisi 80 ming so'm, 90 ming so'm, 100 ming so'm devorona qarab. Paxsa devorlar qiyroq bo'ladi, ishi ko'p bo'ladi. Shuning uchun 100 ming so'm, 90 ming so'm atrofida ishlaydilar paxsa devorlarni. Ko'p odam kommentariyada yozishi mumkin, qimmat, boshqa deb. Marhamat, xohlasalar o'zlarining ustasi bilan kelsinlar, xohlasalar o'zlarining ustasini o'zlari qo'ydirsinlar. Agar yo'q, bizlar professional darajada ishlaydigan, professional hamma o'zining ishini biladigan ustalar kerak desa, pожалуйста, endi bizning ustalar shunday bo'ladi. Bilasanmi, bizda ish yo'q odam, masalan deylik, usta qo'lidan kelmasa ham, lekin kelishib bitdi. Ishi bo'lmasa, aytadi, men aytib bilaman bu ishni deydi, aytadidan ko'rib biribmiz. Chunki mahsulotlarni rasvo aytib. Mesela fasadına asa biri 25 milyon so'mlik narsa alsa, doğru mu? Bol tuttu bize de, onunla özünü ustası, özünü corası, frontavekim dedi koyup verdi. Aşırı minusları yaman. Mahsulatını rasva tutup taşıdı. Şimdi çömçüklü soysam kasap soysun. Ava, çömçük soysa kapsat soyganı yapsın. Ustasına verin yaxşı. Ava. Şu zeyli yok, şu 1 milyon, 2 milyon lişi bolsan, zato nerv işletmeysen, başka etmeysen, işi tapşırdın mı, şu pulunu sanat veresen, kabul edip ala veresen. Bunu halagan svette çıkart verasizlar. Yok, bu mahsulotlarımız, termotraveti mahsulotlarımız bu tolka doğuştan özüne tabii renginde boladı. O seri, karışımı, bunun neselerini fasada məsləhət vermemiz, fasadla açada onun nerse ak oladı. Çünkü seri renklerin 2-3 yıldan keyin başkaça bir dönüp özü bir yekki yalnız bolup ketedi onu. Ak uy bilesen daima ak uy boladı o. Dekor mahsulotlarımızdan fasadın rengine karab kaysini renk boladan bolsa üstüne spesialni üstüne bulan üstüne kraska uruladı. Çünkü bulan üstüne kraska urmasdan bo'lmaydi. Bellerini zatirke etediler, biyanlarını hem birini zatirke etip zetkenden keyin polunu keyin mesela zatirken izi kaldı ki ana üstü keyin boyaladı bunu. Boyalıp lakıp bir hatar hem yere uruladı. İşini çot ki bu yaldırıp duraveradi o. Kanalımıza gir görsələr болады bitki öyləni. Bizden indi köp adam azı danıydı, havuz fasad təsələnmə bilədi. Havuz fasad Instagram'da köpince kullandıklarımız video taşabır ediyordu. Keyin bir kileyle hakkından, travetiyle hakkından biraz nasıl ne verik mi? Bunlarımız çelekli travetillerimiz. Bunlarını bize Xuda xalasa aprel aylarında, mart aylarında, Navrozlardan keyin işlep çıkarıp başlayımız. Çünkü bize de aslında bu nəsərlərimiz optum. Bunlarımız deyilik 90 ming so'mdan başlanıp 180 ming so'm adam. Çelek hava. 90 ming so'm, 110 ming so'm, 130, 150, 160, 180 ming so'm. Bu kategorisine karab. Bazalarımız arzan boladı. En pes sortumuz baza boladı, keyin klasik boladı, keyin premium boladı. Premium bilen klasikin arasında farkı, o klasik premium ile şlifovka etip çarklaş üçü olan. Tünelle. Ana yurttaşlar. Kafenli ikilerimiz var. Kafenli ikilerimiz olay 28 ming so'mdan başlanadi. 28 ming so'm, 33 ming so'm. Keyin endi qarang, sizda nechik variantlar bor sotib olamiz desalar, yo bo'lsa uy olib borib usta tushirajak bo'lsa, to'lov usullarini nechga o'tib? Bizda variantlarimiz shunday, deylik bizda oldindan klient zakaz beradi. Hammasini hisob kitob etganimizdan keyin kvadraturini chiqargandan keyin 50% to'lov bo'ladi oldindan. 50% to'lov bo'lgandan keyin shu kelishilgan muddatda masalan hafta bo'ldimi bizda 5 kun bo'ldimi, 3 kun bo'ldimi yo 10 kun bo'ldimi bu o'chirtimizga qarab beramiz. Keyin mahsulotimiz borgan vaqtda qolgan 100% to'lov bo'ladi. Lekin bizda kredit, ust puli durar degan narsalar yo'q lekin. Endi hozir qish boshlanadi endi. Hada qishga girdik desak ham bo'ladi. Qishdan ishlab turibsizlar. Ava xudo shukr qishdan ishimiz to'xtash yo'q. Kanallarımıza o'tsak qishki oylarni ko'raveradilar. Fevral, yanvar oylarini. Ana yurttaşlar, endi Kvandakamni yurgan, bilgan odamlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringiz. Danislar Kvandakam. Hammaga salom. Xorazmlik Ko'ber Navoji fasad ishlarini qilib bo'ldi. Bizda musafirda yurgan do'stlarimiz ko'p.
şu klientlerimiz deyman. Köp adam bizlere mesela tapşırıp, şanda oturup, minnettarchilik bilip, çotki, hemmesi davolni, Allah'a şükür. Mesela size rahmet Kuandık Ay. Sizlere rahmet. Yurttaşlar, ekranda telefon numarıyla bağlanaverasizlar. Sağ olun. Sağ olun.